Üçüncü çoğun farkı tefekkür kılıç sonu okşaması. Sizler bugün birip namrat edenden sorap bakınlar. Sen demiş ki gerek tıklamaysa desiniz. Ben de pul yok dep cevap verdim. Ben de pul yok. Ben de pul olgan bolsa ben çokum egilik tıklaytdım. Ondan keyin sizler birip namrat edenden sorsanlar. Sen demiş ki güneş kılmaysa dese. Ben de pul yok dedim. Ben de pul olgan çağdan bağladım ben çokum güneş kıtmaya deydim. Ügünüş kılmagan adamga pul tepish pursti bulanda pul yo'qtirib ügünüş qilmaslikning natijasi texmi pul yo'q. Texmi pul yo'qlikning natijasi texmi ügünüş qilmaslik. Tushunamizmi? Undan keyin texmi ügünüş qilmaslik, texmi ügünüş qilmaslikning natijasi texmi pul topolmaslik. Sizlar mana meni oyini ko'rsin. Sizlarning tafakkur qilish yo'linglar asli qolib mana. Ben ügünüş qilganda pulamida Mayın güneş kandı pulamida bizde mi pul yoktu. Ben de pul bo'lmaganlik uchun anam bana 300 koy pulu beytki kiymelang dese 300 koy pulun 10 tal kitap satib olgan. Ben de pul bo'lmaganlik uchun ben ügendim. Ügenganligim uchun bende pul oldu. Ben de pul olganlik uchun Jo'ncan malimninki 3000 koy, 10.000 koy, 20.000 koy, 50.000 koy tarisi qanish oldu. Ondan keyin mende texmi pul oldu. Günden günge bay oldum. Düşünen adamım hazır. Tefekkür sonu. Sizler bir namaz edilenden sorsanlar, sen demiş ki gerek tıklamaysa dese, ben de pul yok da cevap verdim. Sen karşı sorsan bu da dese, eğer ben mağlup olsam bana akma. Tefekkür kılıç sonu mengü terski kalapmadı. Bana sebep. Ben ditme, muvaffakiyat kazanış için tedbir ketito, çağrı ketito. Mağlup bulaş için bana sebep kesiyor. Doğru mu hata mı? Onun için sizler bir mayından sonra bakmalar. Aynı vakitte sende ikilik tıklayanda pul var mı diye dese eğer bende pul olgan olsa ben neme çıkıp ne ikilik tıkla? Ben bir vasıta meblağ salatlarken eşyanşan kişi kessem momentu ben. Top sıkıntım bile bir kıtım tırtıkla erken neme çıkıp ben? Bende pul yok. Çanalıma. Namratla ilgili tıklayma desimi pul yok. Bayla ilgili tıklayma desimi yine okşaş pul yok. Bayla bolsa mende pul bo'lmaganlik uchun, men namrat bo'lganligim uchun men igilik tiklashim kerak. Cho'qqin. Men igilik tiklasam undan keyin menda pul o'tadi. Menda pul olgandan keyin undan keyin men texmi igilik tiklayman. Texmi ko'p shirkatlarni qurib chiqaryapman. Kundan kunga boyolayapman degan. Tushunadimi, tushunmadingmi? Sizda pul bo'lsa igilik tiklamsizlar? Bizde pul yok, şuna igilik tiklashimiz kerak. Biz igilik tiklasak ham bizda pul o'tdi, bizda pul olsa mablag' sog'ildi. Undan keyin kundan kunga boyo'g'ilotgan to. Ha? Shu qarasak, namratlarning idisi ostida qolapmadi. Baylarning o'dirisi bo'lsa ustiga qolapmadi. Ustiga. Shu baylar kundan kunga bay, namratlar kundan kunga namrat. Shu siz idingizni o'zgartmasangiz bo'lamdikina? Ha? Eğer siz ideyani o'zgartmasangiz, sizningki harakatiniz o'zgarmaydi. Bugun ish qilamiz, meni pul yo'q, men pul topganda bugun ish qilay. Undan keyin siz bugun ish qilmaysiz. Taqama pul topolmaysiz. To'xtatdim, ma'lum men yana ishga pul topolay, undan keyin bugun ish qilay deysiz. Yana sizga fursat bo'ladi. Yo'q, shundan keyin siz aslo qolapmasiz. Kuningiz mushtarama topkizdi. Dunyoda eng qo'rqinchli ish shu. Ishki bir Yendi tabi. Ma yendi tabi. Mengü banası. Namratlarga igilik tiklanmasının tayyorligim bitmedi. Kichkiga chiqmasa men avval xanzutuli günay. Ma baydadan namratdan degan kitobni sotib olamsa, ma'lum Uyg'urchimi? Men xanzutuni o'rganib bo'lgandan keyin uni degan o'qay. Siz mushga digili qancha yil bo'ldi xanzut o'rganib digili? O'rgana oldingizmi? Ha? Mana men o'rgandim 6 oyda. Ben bilmaydim aynı vaqtda. Çünkü ben ideyani o'zgartdim. Siz ichkiga chiqqan xanzutni bilsangiz ichkiga chiqqanmisiz yoki ichkiga chiqib bo'lsangiz xanzutni bilamisiz? Agar sizga nisbatan xanzutni ingliz tilini o'rganish intayin ters bo'lsa, sizni bevosita ichkidagi oilaga tashlab qo'ysak, siz tug'ilishingizdan tortib xanzutni bilib chiqasiz. Siz ingliz tilini bilmoqchi bo'lsangiz, sizni chet ellikning oilasida tug'ilib qoldi deb qo'ysak, siz birdan lokim o'rganib ketasiz. Undaqda ideyani belgilatgan Xuanjing muhit belgilaydi.
Muhit ideyani o'zgartirdi. Ideya sizninki harakatimizni o'zgartirdi. Harakatimiz sizninki natijamizni o'zgartirdi. Mana bu 3-savol o'xshamasdi.